بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlik islomdagi do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, hammalaringizga Robbimning salomi, rahmati, barakoti bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, mana bu yashab turgan oyimiz Ramazon oyi hammalaringizga ma'lum bo'lgan, hammamiz yaxshi ko'rgan, hammamiz uchun bir fursat, g'animat bo'lgan oy. Qur'on oyi, Alloh taologa ibodat qilib, ulkan ajrlarga ega bo'lishlik uchun fursat bo'lgan oy. Bu oyda qilingan ibodatlar boshqa oyda qilingan ibodatlardan Robbimiz uchun suyukliroq, Robbimiz tarafidan beriladigan ajrlar ko'proq bo'lgan oy. Bu oyda Qur'on nozil bo'lgan. Bu oyga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqacha e'tibor bilan ummatga namuna qatorida yashab o'tib ketganlar. Bu oyga munosabatlarini va da'vatlarini, bizga ta'limotlarini, yo'llanmalarini yo'llab o'tib ketganlar. Shu ta'limotlarga ergashgan holatda bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazonda Qur'onga bo'lgan munosabatlariga iqtibosan ergashgan holatda Ramazon oyidagi Qur'on oyatlarini nafaqat tilovat qilishlik, nafaqat uni eshitib, zavqlanib, qalblarimiz kirlardan, g'ashliklardan, yomonliklardan poklanib, balki buni ichidagi ketayotgan Qur'on oyatlarining ma'nolari, so'z nima to'g'risida, mavzu qayoqqa qarab ketayotganligi to'g'risida qisqacharoq bir tushunsak, yana ham bunga nisbatan Qur'onga, Allohning kalomiga nisbatan e'tiborimiz o'zgacha bo'ladi degan maqsadda mana bu darslikni joriy qilgan edik. Allohim o'zi qabul qilsin. Bugungi mavzuyimiz, bugungi suhbatimiz 7-poraga yetib kelgan ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatlarda bizlarni o'ziga iymon keltirgan, islom dinini haq deb bilib va islomga bo'yinsungan musulmonlarga ogohlantirib, yahud va nasorolar ularni hargiz musulmonlarga do'st bo'lmasligi, balki ularga adovatda, dushmanda eng adovatli insonlar yahud va nasorolar ekanligi to'g'risida xabar berib, Foraning avvalidan bir oyat tepada latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu yahud, iymon ahllariga eng adovatli yahudlar ekanligini ko'rasiz degan oyat bilan boshlanadi Fora. Buni bugungi kundagi insonlar guvoh bo'lib turibmizki, musulmonlarga nisbatan eng adovatli insonlar, eng yomon ko'radigan, eng imkon bo'lsa hamma narsani qilib, hamma ozorni turini qiladigan, iqtisodiy bo'lsin, jismoniy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, hamma adovat, hamma dushmanlikni qiladigan yahudlar. Buni biz bu oyatlardan nimani sabaqini olamiz? Bundan ogoh bo'lishligimiz, bundan tirik bo'lishligimiz, uyg'oq bo'lishligimiz, yahudlar hech qachon do'st bo'lmasligi. Bu hammasi biz sizlar bilan bitta osmonni tagida, bitta yurtda, bitta vatanda aka-uka bo'lib, qo'ni-qo'shni bo'lib yashayapmiz degan da'volar hammasi yolg'on. Ular bizga eng adovatli va bizga dushmanlik qiladigan insonlar. Imkon qadar bizni yo'q qilishlik uchun, bizni shaxsiyatimiz uchun emas, bizni millatimiz uchun emas, bizni dinimiz uchun islom va musulmonlarni bular yomon ko'radi. Bu meni so'zim emas, Alloh subhanahu va taoloning so'zlari. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo islom ummatini, ya'ni 87-oyatlardan boshlab 96-oyatlargacha biror bir hukmni joriy qilishlik, halolni halol deb, haromni harom deyishlik, bu haq Alloh taoloniki ekanligi. Va mana bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum degan oyatda sizlar Alloh halol qilgan narsani harom qilmanglar dedi. O'z-o'zidan o'tirib olib jamiyatga yoki insonlarga foydali bo'lgan narsalarni
o'zini aqli bilan, o'zini o'lchovi bilan, o'zini millati bilan, o'zini zamoni bilan, o'zini makoniga qarab turib yurib, bu bo'ladi, bu bo'ladi deb Allohning shariatidan, Alloh taolo halol qilgan narsani harom qiladigan insonlardan bo'lib qolmanglar deydi. Afsuski buni bugungi kunda bu oyatlarga zid bo'lgan, osiy bo'lgan bu oyat qarama-qarshisiga yashayotgan insonlar bor. Misol uchun aytaylik, oila masalasi to'g'risida, misol tariqasida aytyapman, oila masalasi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ko'p ayolga uylanishlik to'g'risida fankihu ma toba lakum, ya'ni avvalgi oyatlarimizda, ya'ni Alloh taolo 2 ta, 3 ta, 4 ta uylanishlik, agarda adolat qilishlikdan qo'rqsanglar, bitta uylanishlik to'g'risida aytdi-da, Alloh taoloning bu, ya'ni bu biza haqqimiz emas. Alloh taoloning haqqi, nimani halol qilishlik, nimani harom qilishlik. Va kelib turib yerib allomin bo'lamiz, kim bo'lishidan qat'iy nazar bitta ayolga bitta degan g'arb falsafasi bilan yoki o'zini bir adolat, tenglik, ayol va erkak teng huquqli degan narsani ustida Allohning haddiga, shariatiga tajovuz qilib olishlik, bu zolim insonni, Robbisiga iymoni yo'q bo'lgan insonni, Robbisining hukmiga osiy bo'lgan insonning sifati. Yoki bo'lmasa aytaylik, otadan qolgan yoki onadan qolgan yoki haqli bo'lgan, o'tib ketgan odamdan haqli bo'lgan insonlarni merosdagi taqsimotini qarasangiz, misol uchun aytaylik, otadan qolgan mulkga ayol zoti erkakka nisbatan yarmini oladi. Lizzakari mislu hazzil unsayayn. Erkak kishiga ayol kishiga 2 barobar hissasi beriladi. Mana shu joyda kelib turib yurib, nimaga ayol ham erkak ham, balki ayol ojiza bo'ladi, unga ko'proq berishlik kerak deb turib Alloh taoloning hukmini o'zgartiradiganlarni Alloh subhanahu va taolo ogohlantirib, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallohu lakum. Sizlarga Alloh taolo halol qilgan narsani harom qilmanglar. Yoki yeyib ichishlikda bo'lsin, yoki kiyinishlikda bo'lsin, yoki buni aksida bo'lishlik bo'lsin, bir narsani tark qilishlikda bo'lsin, bunaqa haddiylardan o'tmanglar. Bu haq Robbul alamin ilohniki. Va Alloh subhanahu va taolo orqasidan mana shu oyatda ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallohu lakum deb 3 ta hukmni, mas qiluvchi narsani harom ekanligi va qamorni va qasam. Insonning so'zi, bilasizlar, o'zi musulmon odam chin so'zli bo'ladi, rostgo'y bo'ladi, lekin ba'zida insonga ehtiyoj bo'ladiki, qasam ichib Allohning nomini o'rtaga qo'yib, yana ham gapini ta'kidlash, yana ham gapini ya'ni isbotlashlikka ehtiyoj bo'ladi. Ya'ni guvohlik keltirishlik uchun, guvoh bo'lishlik uchun va ishontirishlik uchun Allohning nomini o'rtaga qo'yadi. Mana shu narsa sizlarga lag'u bo'lib qolmasin, o'yin bo'lib qolmasin. Qasaminglarni saqlanglar. Agarda inson qasamini buzishlikka ehtiyoj bo'lib qoladigan bo'lsa, qasam ichib yubordi, biror bir ishni qilaman yoki qilmayman deb turib yurib, qasam ichib yubordi, shunda qasamini kafforati, misol uchun aytaylik, bir o'rtog'i bilan urushib qoldida, seni uyingga qadam bosmayman deb qasam ichib yubordi. Va keyin g'azabidan tushgandan keyin, bu do'stligim bo'lsa, u bilan yaqinligim bo'lsa deb turib, endi qasam ichib qo'ygan Allohning nomini, vallohi uyingga qadam bosmayman deb qo'ydi, misol uchun. Yoki qo'shni sizga Allohning nomiga qasam bo'lsin, men sizni uyingizga qadam bosmayman deb qo'ydi. Lekin qarasa, o'lim bor, to'y bor, munosabat bor. Xato qildi, tushunib yetdi. Mana bu holatda nima qiladi? Mana bu joyda keyin kafforatini qanday qilib yurib bu narsadan chiqib ketishlik yo'lini Alloh taolo ta'limini beradi. Keyingi oyatlarida 97-oyatdan boshlab 105-oyatlarigacha Alloh subhanahu va taolo farz qilgan haj ibodatini ado etishlik to'g'risidagi robbaniy bir ta'limotlarda va hajga taalluqli bo'lgan va hajning shiorlari, Arafot, Mina va hokazo shiorlari to'g'risida Alloh taolo so'z yuritadi. Mushriklarni, Makka mushriklarini qurbonliklar to'g'risidagi da'volari hammasi botil va qurbonlikda bo'lsin, Makkadagi bu qalaid deb qo'yiladi. Ya'ni bu hayvonlarga qurbonlik uchun atab qo'yilgan alomatlar, shular to'g'risida Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmini, o'zini xohishini bizlarga eslatib va ta'lim berib va buyurib o'tadi. Keyingi oyatlarda 106-oyatdan boshlab 108-oyatlargacha Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu shahadatu baynakum idha hadara ahadakumul maut deb vasiyat to'g'risida va guvohlik to'g'risida
Guvohlik Alloh subhanahu va taolo tarafidan talab qilgan shariatda musulmon odamning bo'ynidagi to'g'ri guvohlik berishlik vojib bo'lgan narsalardan hisoblanadi. U jinoyatlarda bo'lsin, biror bir vasiyatda bo'lsin, biror odam vafot etayotganda, aytaylik aka-uka yoki ota bir o'tayotganda vasiyat qilgan bo'lsa, shu vasiyatni keyin endi fitna bo'lmasin, shu gapni gapiradigan bo'lsam, o'rtalari buzilib ketmasin degan narsasida ketmon qilib yashirishlik, yo'q, bu narsa joiz emas. Vafot etayotgan odamni qo'shnisiga nisbatan, qarindoshiga nisbatan yoki yori do'stlariga nisbatan aytadigan vasiyatlari yoki shunga o'xshagan holatlarga guvoh bo'lib qolgan odamlarni vasiyatni yashirishlik joiz emas ekanligi to'g'risida va vasiyat to'g'risida Alloh taoloning ta'limoti va Alloh taoloning yo'llanmalari to'g'risida so'z boradi. Keyingi oyatlarida 109-oyatlardan boshlab 120-oyatlarigacha Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunidagi Iso alayhissalomning Banu Isroil va havoriylari bilan bo'lgan voqeasi to'g'risida xabar beradi. Ya'ni bu qissa, ya'ni avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek, butun payg'ambarlarning qissasi bo'lsin va ularning bo'lgan holatlarni bayon qilishlikdan oladigan darslik nima? Albatta bu joyda avvalgi ummatlarning holatidan payg'ambar alayhissalomning ilohiy vahiy bilan u kishi u davrda yashamagan, u kishida unandaqa bir ilm bo'lmagan, omi payg'ambar bo'lgan. Lekin ularning ko'rib turgandek, guvoh bo'lgandek holatlarini qadamma-qadam vahiy orqali nozil bo'lgan Alloh taoloning so'zlarini aytganda, Yahud va Nasorolar, ya'ni bu faqatgina vahiy bilan bo'lishligi mumkin degan narsani ustida ishonish kerak edi. Va unga ergashishlik kerak edi, iymon keltirish kerak edi. Mana bu narsaga olib keladi. Ya'ni bu iymon keltirishlikka Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haqiqiy chin rost payg'ambar ekanligiga isboti uchun avvalgi ummatlarning qissalari. Va bizga oladigan narsa bu ummatlarni haq kelganda qanday qilib bo'lgan munosabatlari, haqni ustida qanday ergashdi-yu, haq kelganda qanday bo'yin tovlashdi. Biz nima qilyapmiz? Bizi ustimizda haq kelganda qanday turibmiz-u? Mana bu narsalar bizga ibrat va har bir voqea hodisasini davrimizga munosib holatda taqqoslashlik va undan ibrat va nasihat olishligimiz kerak bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo bu joyda Iso alayhissalomni va Banu Isroilning o'rtasidagi bo'lgan so'zlashlar, ular o'rtasidagi bo'lgan munozaralar to'g'risida Alloh taolo xabar berib o'tadi. Banu Isroil bilan Iso alayhissalomning o'rtasidagi bo'lgan voqea hodisa o'zi shu Moida surasi deb shu voqeaga nomlangan sura. Agarda haq bo'lsang Alloh taolo dasron tushirsin deb Moidani, ya'ni dasturxonni talab qilishadi. Shu to'g'risida Alloh subhanahu va taolo buni tushirgandan keyin, bundan keyin ham Alloh taologa iymon keltirmasdan, Iso alayhissalomga iymon keltirmaganlarni Alloh subhanahu va taolo va ulamolar aytadiki, eng katta va eng qattiq azoblanadigan shu Moida sohiblari hisoblanadi. Chunki ular haqni ko'rib, ularga misli ko'rilmagan darajadagi iymon keltirishlikka sabab bo'ladigan guvohlikni, holatni Alloh taolo ularga bergan edi. Mana shundan keyin ham Alloh taologa iymon keltirmagan va Alloh taoloning payg'ambariga iymon keltirmagandan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zi aytgandek, inni u'azibuhu azaban la u'azibuhu ahadan minal alamin. Agarda iymon keltirmasa, ularni hech qanaqa, ulardaqa boshqa hech kimni azoblamayman deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantirgan va undan keyin Iso alayhissalomni Alloh taologa nisbatan bo'lgan, ya'ni bu bandalaring, agarda ularni kechirsang o'zingning rahmating, agarda ularni azoblasang bu seni o'zingning adolating deb Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lgan Moida ahllarini, Moida qissasi to'g'risida sura shu bilan tamomiga yetadi. Keyin An'om surasi boshlanadi. An'om surasida Alloh subhanahu va taolo o'ziga hamd aytishlik bilan boshlab, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahillazi xalaqas samawati val ard va ja'ala az-zulumati wan nur. Alloh taolo yer va osmonlarni yaratganligi, nur va zulmatni yaratganligi va shu bilan Alloh subhanahu va taolo boshlanadi. Mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo hamma narsaning yo'qdan bor qilganligini, ya'ni o'zining rububiyati to'g'risida,
alloh subhanahu va taolo shu An'am surasida ko'p oyatlarda va huvallazi u sizlarga buni qildi, buni yaratdi, buni berdi. Ko'p Alloh taolo o'zining rububiyati to'g'risida o'zini bandalariga bergan va qilgan va yaratgan narsalarini minnat qiladi. Nima uchun eslatadi? Chunki Alloh taoloning rububiyati, Alloh taoloning bandalar uchun qilgan narsasini minnat qilib, o'zini tanitib va o'zini tanigandan keyin o'z-o'zidan Alloh taologa uluhiyat tavhidi, ya'ni Alloh taologa sig'inishlik tavhidi o'z-o'zidan insonda mujassam bo'ladi. Agarda taqqoslash joiz bo'ladigan bo'lsa, bir narsani tanisangiz, u narsani bilsangiz va uning faoliyatini va u nimalar qilishligini biladigan bo'lsangiz, unga nisbatan bo'lgan e'tiboringiz albatta kuchayadi. Shuning uchun Alloh taoloning tanigan odam, Alloh taoloning ismlarini bilgan odam va Alloh taoloning rububiyati bilan tanigan, Alloh taolo banda uchun nimalar qilganligini, yo'qdan nimalarni bor qilgan va nimalarni yaratgan va u bandalar uchun nimalarni berganligini bilgandan keyin, demak Robbimdan boshqasiga sig'inishlikka haqli birorta mavjudot yo'q ekanda, haqli Robbim ekanda, Alloh ekanda degan narsani ustida Alloh taologa sig'inib. Misol uchun aytaylik, ya'ni biror bir jinoyatchining jazolashlik. Bu to'g'risida mana An'am surasida davomida ketadi. Ibrohim alayhissalomning qissasi kelganda, Ibrohim alayhissalom yer va osmonlarga tafakkur qiladi. Yo'q, birinchi bo'lib qaraydi-da, mashi ilohmikin deb osmonga qaraydi, mashi ilohmikin deb quyoshga qaraydi, mashi ilohmikin deb yulduzlarga qaraydi. Qarasa, yo'q, iloh bunaqa bo'lmaydi. Bir bo'lib bir bo'lmaydigan zot bo'lmaydi deb aqlini yurgizadi-da, ey Allohim, meni o'zing to'g'ri yo'lingga yetaklagin dedi. Agarda shuni davrimizga soladigan bo'lsak, jinoyatchini ko'ryapsiz, o'g'rini ko'ryapsiz. O'g'ri qilyapti, o'g'irlayapti, boyib ketyapti. Nariga o'g'irlatgan odam hech narsaga, mulkini o'g'irlatgan odam hech narsadan foydalanmayapti, hayotda mazlum bo'lib qolib ketyapti. Yoki bo'lmasa aytaylik, farzandiga tajovuz qilgan yoki bo'lmasa boshqa jinoyatlarni qilgan, nomusiga tegan. Qani bu adolat, qani bu, ya'ni morovi dardga bo'lgan malham qani bu degan hech qanaqa xotirjamlik topmagandan keyin, yo'q. Bu demak Rob degan, boshqaruvchi degan, boshqarishlik, bu butun xalqlarni yaratib turib yurib, ularni boshqarishlikka haqli bo'lgan zot Alloh taolo ekanda. Demak, boshqalar bu narsani qilayotganligi faqat yer yuzida fasod tarqatayotganda, ya Robbiy, o'zingning hukmining boshqasi hammasi botil ekan degan narsani, ya'ni iymon ahli emas, dono inson, aqlli insongina o'zi taslim bo'lishlikdan boshqa narsani topa olmaydi. Qur'on bizga mana shu andozalarda, mana shu yo'llanmalarda, mana shu ramkani beradi. Aqlingni yurgizmaysanmi deydi. Yer va osmonni kim yaratdi? Qorong'u yerdan bu nabototlarni chiqarib qo'ygan kim edi? Rizqingni qana qilib beray? Tog'larni qara, yomg'irni qara, kunni tunni almashligini qara. Shularda hammasini orqasidagi soniyada o'ylamaysanmi? U senga hayot bermadimi? U senga rizq bermadimi? Alhamdulillah. Ya'ni Alloh taolo mana shu o'zini hamdlar bo'lsin, maqtovlar bo'lsin Robbimga. Butun hamdlar unga xosdir. Yer va osmonlarni yaratganligi to'g'risida oyat boshlanadi. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bandalariga 12-oyatdan boshlab 26-oyatlarigacha Alloh taoloning rahmatini bandalariga kengligi va Alloh taoloni bandalarga bergan ne'matlarini minnat qilib, mana bu to'g'risida so'z boradi. Keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining ilohiy, haqiqiy o'zini insonni quvontiradigan, xursand qiladigan oyatlardan biri Alloh subhanahu va taolo o'zini zimmasiga o'zini rahmatini, o'zini Alloh subhanahu va taolo mehribonligini xabarini berib, Alloh taolo Qul liman ma fis samawati val ard qulillah kataba ala nafsihi ar-rahma. Yer va osmonlar kimiki? Sohibi bo'lgan Allohniki emasmi? Va shu joyda bitta oyat kataba ala nafsihi ar-rahma. O'zining zimmasiga mehribonlikda, kechirimlikda Alloh taolo o'zi kitobat qildi. O'ziga o'zi vojib qildi, o'ziga o'zi farz qildi. Mana bu narsa insonmiz, ojizmiz, gunohkormiz. Alloh taolo xato qildingmi, jazoingni olasan demadi, balki rahmatini o'ziga Alloh taolo rahmatidan, g'azabidan rahmati nima g'olib bo'ldi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati, fazli o'ta keng. Mana bu to'g'risida bizlarga o'zini tanitadiki, mehribon bo'lgan zotni
bo'lgan oshiqlik, bandani unga bo'lgan intilishligi, unga bo'lgan tavbasi, unga bo'lgan inobati yana ham ziyoda bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo bulardan xabar beradi. O'zini zotidan o'zi xabar beradi. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo 20-oyatlarda allazina atanahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yahud va nasorolar Muhammad alayhisalomni shu qadar tanirdiki, Alloh taolo xabar berib aytadi. O'zlarini farzandlaridan ham ko'ra yaxshiroq, ya'ni o'zlarini farzandlariday tanigandek Muhammad alayhisalom tanirdi. Va shu bilan birga hasad bilan ko'rolmaslik sababdan u kishiga Muhammad alayhisalomga iymon keltirmadi va ular ziyon topguvchilardan, ya'ni jahannam ahlidan bo'lganligini Alloh taolo xabar berib, mana bu oyat bizga bir qoida, bizga bir eslatma, bizga bir darslik bo'ladiki, "Va man azlamu mimman iftara alallohi kaziba aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihul zalimun." Mana bu oyatdan keyin iymon keltirmagandan keyingi oyatda 21-oyatida "Va man azlamu mimman iftara alallohi kaziba", ya'ni Rasul Alloh subhanahu va taologa yolg'on, Allohning nomidan yolg'on gapiradigan odamdan ham ko'ra zolim bormi deydi. "Aman adlamu mimman iftara alallohi kaziba aw kazzaba bi ayati", yoki Allohning oyatlaridan murod Alloh taoloning hukmlarini, islom qonunlarini yolg'onga chiqargan yoki davrimizga javob bermaydi degan yoki bu hozirgi 21-asrga munosib emas degan yoki insonlar tarafidan to'qilingan qonunlar islomga muvofiq ekan deb turib yurib, boshqa insonlar tarafidan to'qilingan qonunlarni ilohiy qonunlarga taqqoslab va teng, bu ham inson uchun saodat, inson uchun baxt va inson uchun yashashlik uchun yashash tarzi deb turib yurib, yashash tarzini Alloh o'rgatib turibdi, Alloh ta'lim berib turibdi, Alloh yo'llab turibdi-da, va boshqa maxluqlar, G'arb, Yevropa va qaysidir o'zlarini donoman degan ahmoqlar tarafidan tayin qilingan qonunlarni shariatni qonunlari bilan tenglashtirganlarni Alloh taolo "Aman iftaro alallohi kaziba", ya'ni Alloh taolo "Aw kazzaba bi ayati", Alloh taoloning oyatlarini yolg'onga chiqarganlarni Alloh taolo bulardan ham zolimlar bormi deydi. Va orqasidan "Innahu la yuflihul zalimun", zolimlar hech qachon najot topmaydi dedi. Bu oyat bizga qoida, islomdan boshqa Allohning oyatlarini yolg'onga chiqargan, hukmlarini yolg'onga chiqargan yoki unga qarshi kurashgan, bular hammasi zolim. Bu Allohning so'zi. Hijobga qarshi kurashgan zolim, masjidga qarshi kurashgan zolim, namozga qarshi kurashgan zolim, ta'limga qarshi kurashgan zolim, Alloh taoloning rasuli Muhammad alayhisalomning sunnatiga, soqolga qarshi kurashgan zolim, farzandlarining masjidlarga kirib masjidlarni obod qilaman deb, masjidda ibodat qilaman deyotganlarga qarshi kurashayotgan zolim, buyruq berayotgan zolim, uni xabarini berayotgan zolim. Bu Allohning oyati, Allohning hukmi. Allohning hukmini yo'q degan bilan unga qarshi chiqqan odamda nima farqi bor? Bu dars olaylik, bu Qur'on, buni o'qib faqat o'liklarga o'qib turib orqasidan savobi borsin deyishlik bilan bu Qur'onning haqqini berdi degan narsa bu safsafda. Bu biz uchun yashash qonunimiz bu. Hidoyat yo'li bu, saodat yo'li bu, jannat yo'li bu Qur'on. Kim Qur'on bilan yashasa, Qur'on bilan hamnafas hayot kechirsa, Qur'on buyruqlariga itoat qilsa, Qur'on qaytariqlariga bo'yinsinsa, taslim bo'lsa, qaytariqlardan tiyilinsa, xabarlarini tasdiqlasa, mutashobihlarga taslim bo'lsa, o'zini dono demasdan o'zini johilman, Qur'on oyatlariga taslimman deydigan bo'lsa, mana shu odam hidoyat topadi. Mana shu odam jannatga olib boradi. Mana shu yo'l jannatga olib boradi. Endi uni bugungi davrimiz deb turib yurib, zamon talabi deb turib yurib, ehtiyotimizni olishligimiz kerak degan qat'iy bir da'volar bilan islom qonunlariga qarshi chiqqan odamlar Allohning oyatlarini yolg'onchiga chiqarganlar. Alloh subhanahu va taoloni nomidan yolg'on gapirganlar. Ularni Alloh taolo zolim dedi. Ularni innahu la yuflihul zalimun, zolimlar najot topolmaydi, yutuqqa erisha olmaydi. Va orqasidan yawma nahshuruhum jami'a, hammani qiyomat kunida, hammasini hashrga, ya'ni qiyomat kunida hammani qayta tirilganda
Summa naqulu lillazina ashraku. Allohni qo'yib, Alloh taoloning dinini qo'yib, Alloh taoloning hukmini qo'yib, boshqa hukmlarning orqasidan yurganlarga ayna shurakaukum allazina kuntum taz'umun. Qani endi saltanat, bugungi kundagi atomning bomba va butun siyosat shularning qo'lida deb turib, orqasidan yugurib yurgan rahbariylar va tog'utiylar qani? Ayna shurakaukum. Qani sizlar Allohning dinini qo'yib turib boshqa dinga qarab yugurib, Allohning qonunini qo'yib boshqa qonunlarga qarab yugurganlar. Ayna shurakaukum allazina kuntum taz'umun. Bular hamma saltanat, kuch, quvvat, hamma baxt, saodat, to'g'rilik shularda deyotgan ana shu Allohning hukmiga shirk keltirganinglar, qani endi shariklaringlar? Ya'ni sizlarda ilohiylar qani deydi. Keyingi oyatlarda mana shunday payg'ambarlarni yo'lida, payg'ambarlarning da'vat yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va u kishidan oldingi payg'ambarlarga bo'lgan ozorlar bu nimani darsligini beradi? Payg'ambarlarning yo'lidan yuraman degan, u kishiga ummat bo'laman degan odamlarning yo'liga, unday odamlarning yo'lida albatta tog'utlar va tog'utlarning askarlari to'g'risida albatta ulardan ozorlar bo'ladi. Bu narsa nimani beradi? Insonga bir dalda beradi. Motivatsiya beradiki, sen payg'ambar bunaqa kelayotgan ozorlardan yo'lingni tashamagin, payg'ambarlar tashagan emas. Sen haqni ustidasan. Sen haq deb bildingmi Qur'onni? Haq deb bildingmi islomda? Bo'ldi, tashlama sen. Sendan oldingi o'tgan payg'ambarlar, Allohning eng xalili do'sti bo'lgan Muhammad alayhissalom, Alloh taoloning o'zi uchun xalil qilib tutgan Ibrohim alayhissalomning otasi, qavmi chakana ozorlar berishdimi? Bular nima uchun bizga? Ertaga otang bo'lsin, boshqasi bo'lsin, sening dini uchun qarshilik keladi. Yana qaytarib aytaman. Faxr emasmi diningiz uchun ozorlanishlik? Odamlar dunyo uchun, odamlar do'koni uchun talashib tortishib, qiynalib yuribdi. Men qiyinchilikka da'vat qilmoqchi emasman. Men qiyinchilik kelganda matonat bilan din uchun turib berishlikka chaqirmoqchiman. Chunki Alloh subhanahu va taolo o Asr surasida vatavasaw bis-sabr, ya'ni mana shunday musibatlar kelganda bir-birini sabrga vasiyat qiladiganlargina najot topadi, jannatga kiradi dedi. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo 59-oyatdan boshlab 67-oyatlarigacha Alloh subhanahu va taolo o'zining qudrati, ya'ni Alloh taolo o'zining vahdoniyati, Alloh taoloning o'zining qudrati, Alloh taoloning rububiyati, Alloh taoloning bandalarga bergan ne'matlari va ularni ko'p eslatadi bu oyatlarda. Va Alloh subhanahu va taoloning amriga itoatsiz bo'lganlarga Allohning qahri, Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'lganlarga Alloh taoloning rahmati, fazli to'g'risida Alloh taolo o'zidan ko'p xabar beradi. Va Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi hamma narsa Allohning huzurida ekan. Va indahu mafatihul g'ayb la ya'lamuha illa hu. Unda butun g'aybning kaliti Allohda, ya'ni hamma g'ayb Alloh taoloning huzurida ekanligi. La ya'lamuha illa hu, ya'ni uni hech kim, na payg'ambar, na farishtalar hech kim bilmaydi. Bizning Robbimiz shu qadar ulug' va buyuk zotki, uning misli yo'q, uni o'xshashi yo'q. Butun hamma narsa unda oshkordir. Sir bo'lgan narsa hech yo'q. Xohlagan narsasini sir tutadi. Uni sirini hech qaysi maxluq bilmaydi. Na yaqin payg'ambar, na ulug' farishta. Keyingi oyatlarda 68-oyatlardan boshlab 73-oyatlarigacha kofirlarni tark qilishlik va ularning manhaji yo'nalishidan yuz o'girishlik to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ta'limot beradi. Va musulmon odamga ular bilan hattoki billa o'tirishlikdan qaytaradi. Va Alloh subhanahu va taolo dinini ustidan kulayotgan joyda o'tirishlikdan ham qaytaradi. O'tirishlik, birodarlar, oddiy o'tirishlik, dinning ustidan kulishlikni qo'ying, dinga qarshi kurashlikni qo'ying. Dinning ustidan hazillashib bir ko'ngil ochar bo'lib turib yurib o'tirgan joyda o'tirishlik, ya'ni ko'ngil ochar deb turib yurib bir bizi tilimiz bilan aytganda oson tushunishlik uchun askiya xonalarda, askiya bo'layotgan joyda dinni oyatlaridan, Allohning hukmlaridan, jannat va do'zax xabarlarining ustidan kulayotgan joyda o'tirishlikdan qaytaradi. Uni qo'ying qilishlikdi. Qo'ying u dinga qarshi kurashlikdi. Qo'ying u din bilan olishlikdi. Mana shunday joyda o'tirishlikdan kimga? Odamlar o'tiraversin, kim bo'lsa o'tirsin. Lekin Allohga iymon keltirgan va musulmonlarga bu joyda o'tirishlikni Alloh taolo
ruxsat bermaydi. Mana bu oyatida va idza ra'aytallazina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahudu fi hadithin g'ayri va imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taqud ba'da zikra ma'al qawmi zolimin deb dindan, ya'ni bu kofirlardan yuz o'giring deydi. Ularning manhajidan, yo'nalishidan, olib borayotgan tuzumidan yuz o'giring deydi Alloh taolo. Yana qaytib aytaman, bu buyruq Allohga iymon keltirgan, Qur'on meni dasturim degan insonlarga. O'zini musulmonman deb da'vo qilib u, lekin o'zini islomdan emas, hayotini, saodatini boshqa manhajdan istayotganlar u aldamasin. Munofiqlik qilib musulmonlarda ya'ni ba'zi bir liberallar bor. O'zini so'rasiz men musulmonman deydi, lekin islom qonunlarini deydigan bo'lsangiz bu davrimizga 21-asrga to'g'ri kelmaydi deydi. Bunaqa masxaravozlarga emas bu Qur'on. Qur'on iymon keltirib, shu meni saodat yo'lim nima desa zamonimga, davrimga, kayfiyatimga, urfimga, madaniyatimga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, men taslim bo'laman, bo'yin tovlamayman deydigan insonlarga bu oyatlar. Xalqlarning ichida biz ham musulmonmiz deb turib, janozasini o'qitirib, nikohini o'qitib turib, lekin boshqaruvga kelganda bu demokratiya, liberalizmni qo'llashligimiz kerak deyotgan insonlarga emas bu. Mana shunday insonlardan Alloh subhanahu va taolo ularning manhajidan, ularning siyosiy chiroyli gaplaridan yuz o'gir deyapti Alloh taolo. Bu meni so'zim emas. Yana qaytarib aytaman, Rashodning so'zi emas bu. Alloh taoloning so'zi. Bu Qur'on oyatlari bilan yashaylik. Va idza ra'aytallazina yahuduna fi ayatina fa'rid anhum. Ulardan yuz o'gir dedi. Qoch ulardan dedi Alloh taolo. Hatta yahudu fi hadithin g'ayri. Ya'ni hattoki ulardan ana shu suhbatidan, hattoki insonning qalbi nihoyatda zaif bo'ladi. Hattoki ularning suhbatlarini internet orqali ham eshitma, u yerdan qoch deydi Alloh taolo. O'tirishlikning hukmida mana shu internet, televideniya orqali ham ko'rishlik. Zahallamasin. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh mu'tazilalardan biri kelib, "Ey Ahmad, keling siz bilan suhbatlashaylik" deganda yo'q degan. Sendan hattoki Allohning kalomini ham eshitmayman. Qalb zaif bo'ladi. Vasvas qilib qo'yadi. Odamni shu mochi, mana qilsaychi, bana qilsaychi degan narsani ustida aqlli donolik qilishlik bilan to'g'ri yo'ldan oqib ketadi. Keyingi oyatlarda 84-oyatlardan boshlab 90-oyatlarga Ibrohim alayhisalomni o'zining qavmi bilan bo'lgan suhbati to'g'risida Alloh taolo xabar beradi. Va iz qala Ibrohim li abihi Adar atattakhidhu asnaman aliha inni araka va qawmaka fi dalalin mubin. Mana bu oyat, bu qissa bizga nima beradi? Ibrohim alayhisalom o'zini otasi Ozorga ham atattakhidhu asnaman aliha, bu but sanamlarni o'zingizlarga iloh qilib olasizlarmi deydi. Bu Ozorda emas, bugungi davrimizda men otangman seni, meni aytganim bo'ladi deb turib yurib namoz o'qimaysan, ro'mol hijob o'ramaysan deyotganlarga aytadigan, "Hey otajon, aya, aka, siz nima deyapsiz? Allohning diniga qarshi kurashlikka siz meni tanitgan edingiz-ku, siz meni Robbimni tanitgan edingiz-ku, siz meni musulmonmiz degan edingiz-ku, Allohning amriga bugun qarshilik qilishlikka siz jur'at qilyapsizmi otajon? Aka?" deb mana bu oyatdan Ibrohimni mislidagi, u kishining millatida, u kishining yo'lida bo'lmaysizmi? Bu oyatdan oladigan sabog'imiz shunandaqa voqelik. Bu Qur'on hayot, bu tarix emas bu. Hayot, Qur'on bu dastur bu. Payg'ambarlarning qissasi bo'lib o'tgan voqealarni xabarini beradigan kitob emas bu. Hayot, dastur. Bundan o'zingga saboq olgan. Ibrohim alayhisalomda kim bo'ladi? Otang bo'ladimi? Qavming bo'ladimi? Seni diningga qarshi, Robbingning amriga, buyrug'iga qarshi turganda fikrini yurgizib, sizlar kimga qarab ergashib ketyapsizlar? Sizlarga G'arb, Yevropa nima beradi? Islom jannatga olib bormaydimi? Allohning huzurida qabul bo'ladigan din bu islom emasmi? Bu qilayotgan ishimiz Allohning buyrug'i emasmi? Aql yurgizib, fikr yurgizib, mana shunday holatda o'rtada bahs munozaraga kirishlikda Alloh subhanahu va taolo bizga namunasini mana bu oyatlar bilan beradi. Keyingi oyatlarida 91-94-oyatlarda Alloh taolo va Qur'on insonlarga hidoyat yo'li ekanligini va Alloh subhanahu va taoloni haqqi rost tanimaganlarning oqibati to'g'risida va Qur'on to'g'ri yo'lga hidoyat
yaxshilikka yo'llashligi to'g'risida Alloh taolo so'zlab o'tadi. Keyingi oyatlarda ittabi ma uhiya ilayka min robbik, Robbingizdan nozil bo'lgan vahiyga, Qur'onga ergashgin dedi. Muhammad alayhissalomga xitob, lekin hukm ommaga. Ya'ni Robbimiz nozil bo'lgan Qur'onga ergashaylik. Robbimiz shunga buyuryapti. Va orqasidan aytadiki, la ilaha illahu, u yakka ilohundan boshqa iloh yo'q deydi. Va a'rid anil mushrikin, Allohning dinidan mushrik bo'lganlardan, ya'ni Alloh taologa shirk keltirganlardan yuz o'gir deydi. Bu Allohning amri. Biz ularning millati uchun, biz insoniylik uchun emas, biz birovni yomon ko'rsak, Robbimizga shirk keltirganligi uchun yomon ko'ramiz. Biz birovni yomon ko'rsak, Robbimizga osiy bo'lganligi uchun yomon ko'ramiz. Biz birovlar bilan muomala qilishlikda buyurilgan bo'lsak, kofir bilan bo'lsin, yahud bilan bo'lsin, nasoro bilan bo'lsin, qo'shnichilik qilishlikda bo'lsin, munosabatda bo'lsin, buni shirkini yomon ko'ramiz, kufrini yomon ko'ramiz va uning yo'lidan yuz o'giramiz. Lekin dinimiz aytganligi uchun biz qulmizda, Allohni bandasimizda biz bilan munosabatda qo'shnichilik qilishlikda, qo'shnilikda yaxshilik qilishlikda, yomonlik qilsa ham unga haqni yetkazishlikda, ozor bersa ham unga da'vat qilib, duo qilishlikda hidoyat so'rab turib yurib, Robbimiz aytganligi uchun birovni yaxshi ko'rsak ham Robbimiz aytganligi uchun yaxshi ko'ramiz. Birovdan yuz o'girsak ham Robbimiz aytganligi uchun yuz o'giramiz. Birovga ergashsak ham Robbimiz aytganligi uchun ergashamiz. Mana shu bizning qulligimiz, mana shu bizning saodatimiz, mana shu haqiqiy ma'noda bizning hurriyatimiz. Biz arablarga ergashmaymiz. Kim aytdi arablarga ergashadi deb? Biz dinga ergashamiz. Agarda din vakili qora habash bo'lsin yo sariq o'ris bo'lsin, bu farqi yo'q, uni millatini ham, rangini ham Alloh va uning rasulidan gapirsin. Hattoki mana bu oyatda Ibrohim alayhissalom, biz u kishining millatidamiz, biz u kishining manhajidamiz. Ibrohim alayhissalom otasi bo'lsa ham shirkka chaqiruvdi, undan yuz o'girdi. Nima uchun? Qulning vazifasi shu. Onamiz bo'ladimi, otamiz bo'ladimi, qo'shnimiz bo'ladimi, rahbarimiz bo'ladimi, shirkka chaqiradigan bo'lsa, undan yuz o'giramiz. Nimaga? Biz ularning quli emas, Allohning qulimiz. Va xuddi shu o'rinda yaxshilik qilishlikka buyuradigan bo'lsa, ularga yaxshilik qilamiz. Shuning uchun hatto Ibrohim alayhissalom ya abati dedi, ey otajon dedi. Mushrik otasini, butlarga sig'inishlikka chaqirgan otasini, Ibrohim alayhissalomda o't yoqib turib kuydirishlikka buyurgan otasini ya abati dedi. Ya abi demadi. Ey otajon deb xitob qildi. Yuz o'girishlikni ham dinimiz o'rgatadi, unga munosabatni ham dinimiz o'rgatadi, unga birlashlikni ham dinimiz o'rgatadi. Ana shunda haqiqiy qulligimiz, haqiqiy hurriyatimiz shunda bo'ladi. Xo'p, keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم deb, ya'ni Alloh subhanahu va taolo, ya'ni ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله, ya'ni so'kinishlik, ya'ni insonning axloqi. Hattoki biz so'kinishlik ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله, ya'ni kofirlarni haqorat qilib so'kishlikdan ham qaytarilganmiz. Odob axloqning mukammali, kamoli faqatgina islomda, faqatgina musulmon odamda. Demak, qaysiki bir musulmon odam axloqsiz bo'ladigan bo'lsa, islomning aybi emas. Ana shu musulmon odamning aybi. Qaysidir musulmon odam xato qilayotgan bo'lsa, bu islomning xatosi emas, ana shu musulmonning xatosi. Afsuski bugun ba'zi bir musulmonlarning qilayotgan jinoyati, ba'zi bir musulmonlarning qilgan xatosini butun islomga choplab va butun musulmonlarni qoralashyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi oyatlaridan chiroyli namuna, chiroyli dars, chiroyli oziqa, chiroyli bir ibrat olib yurib Qur'on bilan hamnafas yashashlikni Alloh taolo hammamizga o'zi nasib qilsin. Vallohu taolo alam, sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.